34. bab. Söyünçek xanның uruşlardan keyin duş kelgan vaqalar va Sultan Said xanның Qozoq tarafga Qosim xanның huzurga borganligining bayoni. Tarixning hijriya 918-yili. 918-yili milodiya 1512-yilga to'g'ri keldi. Boshbahor fasli edi. Shohibek xonning tavallaridan bo'lgan o'zbek shaybonilar Mavarau nahrida kuchayib, ko'ngilda ularning vahima va andishlari ko'payishga boshladi. Ular xonning Andijonda amirlari bilan tuzgan tadbir va maslahatlarini anglab, Andijonga kelishdan to'xtadi. Shunga xon amirlari bilan bu qishni mushu hiylalar bilan o'tkazib, dastlabki bahor fasli kelganda o'ynashga boshladi. Endi nima hiyla qilarmiz va nechuk tadbir ishlatarmiz deb ikkilanib turayotganida to'satdan Qosimxon Toshkent ustiga yurish qildi. Qosimxonning Toshkent ustiga yurish qilganligi xabari anglandi. Lekin Qosimxon texi Toshkent ustiga kelmasdilla, xon tezdan berib Toshkentga tava Ohangaron hozirgi O'zbekistonning Toshkent oblasti tavasidagi shahar bo'lib, Ohangaron daryosi bo'yiga to'g'ri keldi. Muharrirdan da chapon qildi. Paqir shu safarda hamroh edim. Sahar vaqtida Ohangaron xalqining ustiga yetib bordik. U xalq ahli ayollari va mol-mulklarini jangalda mahkam yo'shirib qo'ygan edi. Jangalning bir tarafida ulug' suv, yana bir tarafida cho'nqur yor bor edi. Birli yo'ldan boshqa yo'l yo'q edi. U xalq ashu mustahkam joyga bekinib, yo'lni to'sib bizni yaqin borg'ili qo'ymadi. Bu voqea xonga anglandi. Xon Paqirni Hoji Ali Bahodirga topshirib, Mirza Haydarning itining tizginini mahkam tutqin, qo'yib bermagan. Xatarlik yerlarga bormasin dedi. Chunki Paqirning texi yeshim kichik edi. Yaxshini yomondan ayriolmaydim. O'zimni xatardan muhofazat qilgudek iqtidorim yo'q edi. Xon o'zi lashkar boshlab u xalqqa yaqin bordi va xaloyiqning hammasi piyoda o'q va kamonni qo'llariga ilib, har bulungda o'q yaqtirishga tayyor bo'lib turganligini ko'rib, o'ng va so'l tarafdagi bahodirlarga otning tizginini qo'yib berishga oldirmanglar. Hammanglar biroqla hujum qilinglar deb buyurdi. Bahodirlar xonning farmoni bilan otlarining tizginini yondirib, biroqla hujum qilish niyatida tartiblarini tuzishga mashg'ul bo'ldi. Ular shu mashg'ulotda tuymay qolgan edi. Xon yagona hujum qildi. Chunki xonning bu so'zni aytishga maqsadi bahodirlarga tuyg'izmay o'zi yolg'iz hujum qilish edi. Xon hammadan ilgari o'zini qarshi tarafga yetkazdi. Qarshi tarafdan xonni qaslab 3 komandoz taq bo'lib turgan edi. Xon yetib borgan hamon uchaylan xonga o'q otdi. Bu o'qlarning hech qaysi xonga tegmadi. Xon u uchaylarning biriga dushmanni qirg'uvchi tig'ini urdi. U jon vahimisida xonning itining ostiga kirib oldi. Jon yana biriga yuzlangan edi. Otning ostiga kirib olgani bo'lsa, qechib ketib boradi. Abdul Vahid Bahodir otliq bir palvon bor edi. Xonning orqasidan umu hujum qilib borgan edi. Shu asnoda xonning itining ostidan qechib chiqqan komandozni u palvon shamshar bilan shundoq urdiki, beshi bir kamon bo'yi chachirab chiqib yerga tushdi. Qolgan ikkisini xon yo'qliq dargohiga avatdi. Uningcha xonning har biri palak bahromiga xunxo'rliqdan ta'lim berguchi palvonlari chaqmoqdek tez yetib keldi. Go'yoki chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Qur'on Karim 2-sura Baqara 19-oyatning bir qismi. Oyati ayon bo'ldi. Bir pasla u kishilarning tiriklik xominini shundoq yo'q qildiki, toki qiyomatgacha ulardan asar va nishon qolmadi. Bu urushda shijoatlik botirlar va qaysar lashkarlardan hech kim xonga tang turolmay, hammasi birdek xonga obirin taksin aytdi va insof qo'llar bilan shijoatning ulug' martabasini xonga baxshand qildi. Xon u safardan sog'-salomat va g'alaba bilan yenib kelgan edi. Qosimxonning Söyünçek xon ustiga Toshkentga yetib kelganlik xabari anglandi. Xon yolg'iz Toshkentga yurib ketdi. Xanzuchi nashrida Oqsiga yurib ketdi deyilgan muharrirdan. Farg'ona bilan Toshkentning orasidagi Kandirlik degan divonga yetganda Qosimxonning Toshkentdan yonganlik xabari anglandi. Shunga xonmo shu yerdan Oqsiga kelib Farg'ona viloyatidagi qal'alarni mahkam bekitdi. Ondan qozoqlarni qaytadan Toshkent ustiga boshlab kelish uchun qozoqlar tarbiga yuzlandi. Paqir saqsiz bo'lib qolganligim uchun u safardan qolgan edim.
xan Қазақ tarafga yurib, Moğolistanning Juda. Bu isim Muhammed Sadiq Qashqarning tarjimasida Chu deyilgan. Atlıq məşhur bir joyda Qosim xonning qarorgohiga yetib bordi. U vaqtda Qosim xonning yashi 70 ga yetgan edi. Xonning yashi 30 ga yetgan bo'lsa kerak. Qosim xon o'zining qerib qolganlik o'zrini izhor qilib, xonning istiqboliga chiqmadi. Qolgan tamom sultonlarni xonning istiqboliga chiqardi. Ularning ba'zisi 50-60 yoshlarda edi. Masalan, Xonishxon. Bu isim Muhammed Sadiq Qashqarning tarjimasida Janishxon deyilgan. Sabashxon. Bu isim Muhammed Sadiq Qashqarning tarjimasida Benashxon deyilgan. Mumashxon. Bu isim Muhammed Sadiq Qashqarning tarjimasida Qarish deyilgan. Can Haydar Sultan Xarish. Bu isim Muhammed Sadiq Qashqarning tarjimasida Qarish deyilgan. Sultan qatorliqlar boshchiligida 30-40 nafar Juji nasllik sultonlarni xonning istiqboliga chiqib, oldiga berib tizinib ko'rishga buyurgan edi. Ular ichidan Xonishxon va Sabashxon ikkisining yashi xondan to'liq cho'ng bo'lg'achqa, xon bular bilan o'rnidan qo'pib, tez pukib ko'rishdi degan so'z Muhammed Sadiq Qashqarning tarjimasida tang barobar holatda turib ko'rishdi deyilgan. Ko'rishdi. Qolganlarning hammasi xonga tizinib muloqot bo'ldi. Xon o'ltirgan joyda o'ltirib ko'rishdi. Xon kelib Qosim xon bilan ko'rishganda, Qosim xon shundaq peshkashlarni qildiki, xon umrining oxirigacha Qosim xonning bu go'zal uchrashishini, insoniy odamgarchiligini hech qachon esidan chiqarmagan edi. Har vaqt Qosim xonni aslash muridi kelsa, xon analrahu burhanuhu, uning hujjatlari nurliq bo'lg'ay degan so'zlarni aytadi va Qosim xon shundaq kishi ediki, uning odamgarchiligining chek-chegarasi yo'q edi deb uning do'stlik va odamgarchiligini bayon qiladi. Qosim xon ko'rishganda xonga: "Biz sahrali xalqmiz. Bizning diyorimizda obdan nafs boylik va laziz g'izolar yo'q. Boyligimizning esilroqi ot, g'izoyimizning lazzatraki go'shtdir. Şarabımızın yaxşıraqı atның sütüdür. Bizning diyorimizda bog' va imoratlar yo'q. Sayligahimiz yilqidir. Har vaqt tomosha qilar bo'lsak, yilqilar o'tlaydigan yaylaqqa berib, otlarni ko'rib tomosha qilamiz. Bir-birimizga hamroh bo'lib birer soat tomosha qilayli deb xonni yilqisi bor yerga boshlab bordi va hamma chorvalari va otlarni tomosha qildirdi. Qosim xon yana: "Ikki itim bordir-ki, Pütkül yilqilarimni onunğa tang ko'rmayman" dedi. Xon doim: "Haqiqatan u ikki otga o'xshaydigan otni umrimda ko'rmagan edim" deydi. Qosim xon u ikki otni keltirib: "Biz sahrali xalq mushu ikki otning kuch-quvvati bilan hayot kechiramiz. Bu ikki otning bo'lak ishonchiga yorug'idek etim yo'q. Bu ikki otning hech birini kishiga berishim va qo'limdan chiqarishim mumkin emas edi. Ammo siz aziz mehmonsiz. Nazaringizga qaysi yoqsa shuni eling. Birini menga qo'ying" dedi. Talash tartishlardan keyin Qosim xon u ikki otdan o'g'il Turuq deydigan bir otni o'zi oldi. O'g'lan Turuqdek otni butkul yer yuzida hech kim ko'rib boqmagan, hatto anglabmi boqmagan bo'lg'aydi. Yana bir bo'lsa, uningdan yaxshiroq va esilroq edi. Uni xonga berdi. Yana yilqilari orasidan nechilagan obdan otlarni ilg'ab xonga berdi. Qosim xonning oldida 2 kosa qimiz bor edi. Uni ilib xonga qarab mundaq dedi: "Bizning mehmondorchiligimiz qimiz bilandir. Agar iltifot qilib buni issingiz, men ko'p minnatdor bo'lgan bo'lardim." Ammo xon xiylidan beri ichimlikni tashlagan edi. Shunga Qosim xonga o'zir aytib: "Bir necha vaqtlardan beri ichimlikni tashlagan edim. Endi u ahdimni sundursam yaxshi bo'lmasmikin" dedi. Qosim xon: "Men dastlabki uchrashgandala bizning ahvolimizni, diyorimizning g'izo va sharoblarini samingizga solgan edim. Sharobimizning yaxshiraqi otning suti degan edim. Agar bu qimizni iltifot qilib ichmasangiz, biz nomrodlarning iltimosini qabul qilmasangiz, sizni mehmon qilishga tayyorlagan sharobimizni xo'p ko'rmasangiz, bizga cho'ng xijolatchilik bo'lg'usidir. Biz qanday qilib sizning xizmatingizning hödisidan chiqalaymiz?
Yil-yillar o'tib sizdek aziz mehmon mendek Nomrat Soyibxonning ko'lbisiga qadam tashrif qilganda, men mehmondorchilik qilishdan bundoq ojiz kelib qolsam, qanday xizmat bilan bu xijolatchilikdan xalos topqayman? Qaysi til bilan o'zir aytib bu xijolatdan chiqaman deb beshini tuvan soldi. Uning chiroyidan malollik va xijolatchilik alomatlari ochiq-oshkor ko'rindi. Xon bu ahvolni ko'rib, Qosimxonning ko'nglini oyib, sharob kassasini qo'liga oldi-da, taxirsizlar qimizni bir yutum qoldirmay ichibdi. Qosimxon odatdan tashqari xo'shal-xo'ram bo'lib, gul-gul ichilib suhbatni qizitdi. Ular toki 20 kungacha orqam-orqa qimiz ichishga mashg'ul bo'ldi. U vaqt yoz oylarining oxirgi mezgillari edi. Qozoq xalqi Qosimxonning buyrug'i bilan qishloqlarga yuzlandi. Qosimxon: hozircha shaybonlarning ustiga berishimiz mushkuldir. Chunki Sahra xalqi bu kunlarda qishning tayyorligini qilmasa bo'lmaydi. Bu kunlarda lashkar tortqinimizning foydasi yo'q, deb Toshkent ustiga berishga o'zri aytdi. Ammo xonga to'la odamgarchilik va muloyimlik bilan qaytishga ijozat berib, o'zi ko'chib asli o'rniga qarab ketdi. Xon Qosimxondan noyda rozi va xushal bo'lgan holda kuz vaqtida Andijonga qaytib keldi. Xonning xizmatidagi fazilat egalaridan biri bu voqeani anglab, Qozoq Xanzucha nashrida HTI Qozoq, HTI Qozoq deyilgan muharrirdan degan so'zni tarix Hijriya 919-yilga to'g'ri keldi. Muharrirdan qilib topdi. 35-bob. Hazrati Mavlana Qozi ahvolning bayoni. Bilish kerakki, yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Shoh Ismoil Shohibixonni o'ldirib, uning yordami bilan Bobur podsho Samarqandni olgan zamonda Hazrati Mavlana Qozi uningga rahmat va jannatlar nasib bo'lg'ay. Samarqanddan Andijonga kelgan edi. Endi Mavlananing ahvoli zikr qilinadi. Hazrati Mavlana Farg'ona viloyatida edi. Amirlardan har qaysi u zotning xizmatlariga berib, sharafli suhbatlarining berkitidan bahramand bo'ladi. Faqir Muhammad Haydar hamisha Hazrati Mavlananing muborak xizmatlarini o'zimga lozim tutib kelgan edim. Hazrati Mavlananing rahmat nazarlari fiqirning balliq vaqtimda, O'ri tepida kesal bo'lgan chig'imda va Buxorodan qochgan vaqtimda beshimga soy selib, cho'ng-cho'ng balo qazolardan xalos bo'lgan edim. Buning tafsiloti yuqorida bayon qilingan edi. Bu kunlarga kelganda Hazrati Mavlana fiqirni ilgirkidan nechasi ortiq marhamat nazarlari bilan aziz va muhtaram qildi. Hazrati Mavlanadan ajoyib g'aroyib ahvollar va mo'jizli karomatlar ko'rilib turadi. Shu jumladan beri shuki, otamning mulozimlaridan Sayidim Kokuldash otliq bir muridi bor edi. Bir kuni u Mavlananing sharafli xizmatlariga beribdi. Hazrati Mavlana uning chehralaridan g'am iznolarini ko'rib, sababini so'rabdi. Sayidim Kokuldash ahvolni bayon qilib, Muhammad Haydar Mirza Hisardan xonning hamshirisini nikohga ilib, ko'raganlik martabasiga erishish niyatida ketdi. Ammo amirlar bu nikohning vujudga chiqmasligi uchun soyi sabablar qilib etibdi. Xonning hamma amirlarining fikriga xiloflik qilishi mushkuldir. Shu sababdan ko'nglim malol va parishon bo'lyotdi debdi. Hazrati Mavlana uningga: "Mening qarashimcha, bu nikohni pok va buyuk Tangri qaror qilgandir. Amirlarning uningga qarshi soyi sabablari hech ishga yaramaydi. Bu nikoh albatta vujudga chiqisidir" debdi. Shuningdan keyin Sayidim Kokuldash Hazrati Mavlanadan bu xabarni anglab, darhol kelib menga bayon qilib, xush xabar yetkazdi. Bu vaqa xonning qozoqlar tarafga ketgan kunlarda bo'lgan edi. Bir necha kundan keyin xon yetib keldi-da, fiqirni Hazrati Mavlana bishorat bergan ashu baxit davlatga yetkazib, zamondoshlarim orasida aziz va yegona qildi. Tarixning Hijriya 919-yili, Hijriya 919-yili, milodiya 1513-1514-yillarga to'g'ri keldi. Bu fiqirni ko'raganlik martabasi bilan izzat va hurmatga sazovor qildi. 36-bob. O'tgan ishlarning davomi. Bu ahvolning ba'zi joylari bu hikoyat bilan bog'lanishliqdir. Yuqorida bayon qilib o'tilgandek, Sulton Ahmadxonning 4 qizi bor edi. 3-qizi Muhiba Sulton xonimni Sulton Ahmadxon vafot bo'lgandan keyin Sulton Mahmudxon beqib olgan edi.
Sultan Mahmud xon Oqsiga kelib, Shohibi xonning hukmi bilan shehidlik sharbetini ichdi. Muhiba Sultan xonim Sultan Muhammad xonning qizi Qutuq xonimning qishida qolgan edi. Toshkentning vayronchiligi vaqtida Qutuq xonimni Jonibek sultonga bergan edi. Tog'am qarshilik qilib Jonibek sultonni Farg'ona viloyatidan qo'g'lab chiqardi. Muhiba Sultan xonim Qutuq xonimdan ayrilib qolgan edi. Xon Andijonga kelgandan keyin u xon bilan ko'rishgan edi. Xon 4 hamshirasi ichida mushu Muhiba Sultan xonimga bakrak amroq edi. Uni to'liq aziz va mukarram tutatdi. Necha muddatgacha ayrilib, yana ko'rishib bir yerda bo'lgandan tortib, xon Muhiba Sultan xonimga haddidan ziyoda va hisobdan tashqari mehr, shafqat va izzat ikrom qiladi. Uni piqirga nikohlab berganda shundoq katta to'y va ma'raka bo'ldiki, kishilar uni necha muddatlargacha eslashib yurdi. Xon shu yil qishda Oqsiga tava Peshxaron shahrida qishladi. Qish o'tirsida Oqsining hokimi Mirg'ori Barlas kasal bilan vafot bo'ldi. Xon Peshxarodan Oqsiga kelib qishni chiqadi. Mir ayib Mo'g'ullar Ubaydullah xondan zarba yegan vaqtdan tortib Hisarda edi. Shu yili bahor faslida xon Oqsini Mir ayib bekchaki berdi. Mushu asnoda o'zbeklarning yurish qilib kelayotganligi xabar anglandi. O'zbeklarning bu qitim kelishidagi sabab shu ediki, oldingi yilda Qosimxon kelib qaytgan edi. Shu yili yoz chiqicha Qosimxondan qo'rqib, o'zbeklar hech tarafga qoriy olmay intizorlik bilan kutib turgan edi. Qish kirgandan keyin o'zbeklarga Shoh Ismoilning andisi kuchaydi. Chunki Jayhun daryosining suyi ozlagan vaqtida Mir Najmning intiqomini olish uchun Shoh Ismoilning to'satdan kelib qilishi mumkin edi. Shunga o'zbeklar bu qishni shu vahim bilan o'tkazdi. Shu sababdan xon bu bir yilda o'zbeklarning hujumidan omon bo'ldi. Shoh Ismoil Iroqqa yenib ketganda Qosim xon o'zining asli o'rniga yandi. Bobur podshoh Kabulga qochdi. O'zbek Shayboniyning xon bilan urush qilish va Andijon hujum qo'llarini uzitishdan boshqa xiyollar qolmadi. Shuning uchun boshbahor vaqtida o'zbeklar butkul qo'shini bilan hech bir vahima va andishasizlar Andijonga yurish qildi. Bu xabar xonga anglangandan keyin Farg'ona viloyatini tashlab Qashqarga ketdi. Bu voqea patiqinda bayon qiling'usi. 37-bob Shoh Ismoilning oxirgi ahvolining qisqacha bayoni. Maxfiy qolmasinki, Shoh Ismoil Iroqdan kelib, Maru Shahibonda Shohibi xonni o'ldirgan vaqtda hamma atrofdagi podshohlar Shoh Ismoilning haybatidan vahimaga tushib cho'chishdi. Uning siyosati bilan va kichkina yordam avatishi bilan Bobur podshoh Hamza sulton bilan urush qilib, g'alaba va nusrat topdi. Yana uning danqi ham siyosatining shuhrati har tarafga to'ldi. Bu sababdan Bobur podshoh Buxoro va Samarqandni shuncha osonlik qo'lga kirgizdi. Bobur podshoh Samarqanddan chiqqan vaqtida Shoh Ismoildan madad tiladi. Shoh Ismoil Mir Najmni 60 ming kishi bilan ko'maklashishga avatdi. Ular G'ijduvonda o'zbeklar bilan urush qildi. Urushda podshoh yengilib, Mir Najm o'lib, nurg'un asliha va qurol-yarog'lar nobud bo'ldi. Bu sababdan o'zbeklar Shoh Ismoil Mir Najmning intiqomini olish uchun Mavara u nahriga keladi deb noiti ko'p andishaydi. O'zbeklar toki bir yilgacha bu andishi bilan hech tarafga hujum qila olmadi. Bu kunlarda Rum podshohi Sulton Salim Shoh Ismoil ustiga nechillik lashkari bilan kelgan edi. Shunga Shoh Ismoil Iroqqa yenib borgan edi. Shoh Ismoil 30 ming kishi bilan chiqib, Sulton Salim bilan noiti qattiq urush qildi. Urushda Shoh Ismoil o'zi 6 kishi bilan qutulib qochdi. Qolgan lashkarning hammasi Rumliklarning qo'lida butunlay yo'qoldi. Sulton Salim uningdan ziyoda hujum qilmay Rumga yenib ketdi. Shoh Ismoil yengilib Iroqda qoldi. Oz fursatda u o'zining hamjinslari bo'lgan Namrud va Fir'avnlarga qo'shilib Asfilis Safilin nomli do'zaxga tutqun bo'ldi. Shoh Ismoilning o'rnida o'g'li Shoh To'hmas Iroqqa podshoh bo'ldi. U necha navbat Rumlik lashkari islomning qo'lidan zarba yedi. Shuning bilan Rumliklardan qo'rqib o'zining botil mazhablarini kuchaytirishga ortiqcha tirishchilik ko'rsatmadi va otasining nachar odatlariga otasidek diqqat qila olmadi. Nazm. Nejisdan bosh olmas juvozchi
Öyi ki arğamçıdır qısqa tartar qo'yi. Taki bugungacha Shah To'xmas otasining o'rnida Iroq ziminiga podshohdir. 38 bob. Shaybana xonlarining taki bugungacha Mavara'u nahrida bir-birlaridan keyin saltanat tutganligi va ularning ahvollarining zikri. Vaqtiki O'zbek Shaybani sultonlari Mir Najimni o'ldirib, Turkmanlar va podshoh ustidan g'alaba qildi. Bu vaqa tarixning Hijriya 918-yili qishning boshlarida. Hijriya 918-yili qishning boshlari milodiya 1512-yili 12-oylarga to'g'ri keldi. Yuz bergan edi. Shu yilning bahor vaqtidimi? Bu vaqt milodiya 1513-yili 3-oylarga to'g'ri keldi. Shah İsmailning intiqom olish uchun kelishidan va Qosimxonning kelishidan qo'rqib, o'zbeklar hech tarafga chiqila olmadi. Tarixning Hijriya 919-yili qish vaqtida. Hijriya 919-yili qish vaqti milodiya 1513-yili 12-oylarga to'g'ri keldi. Shah İsmail Sultan Salimning kelgan xabarini anglab Iroqqa ketdi. Qosimxon o'z mamlakatini idora qilish uchun Ubeyra Subeyra Türkiye asrlarda İbir Sibir deb ataldi. Umuman hozirgi Sibiriyani ko'rsatdi. Muharrirdan. Ketdi. Bu ikki cho'ng dushmandan xotirjam bo'lgan o'zbek shaybanlari hamma vahimadan ozod bo'ldi. Yuqorida aytib o'tilgandek Ubaydullah xon Hisarga berib, Mo'g'ullarning ishini bir taraf qildi. Tarixning Hijriya 920-yili bahor faslida 920-yilning bahor fasli milodiya 1514-yili 3-4-oylarga to'g'ri keldi. Shaybonlar Andijonga yurish qildi. Xon Andijonda turib o'zbeklar bilan urush qilishning davlatning istiqbol aynikiga malollik va mushkulchilik to'zonlarni qondirishdan boshqa foyda yetkazmaydiganligini ko'rib yetdi. Shaybonlarga taqobil turg'idek qudrati borlardan va shaybonlar chegarasi ichida shaybonlarga hujum qilganlardan biri Bobur podshoh edi. U noumidlik oyig'ini mayuslik uzangisiga qo'yib Kobulga ketdi. Shunga eng yaxshisi shaybonlar yetib kelishdan ilgari Andijonni tashlab berib Qashqarga ketayli deyishdi. Bu fikrga hammaylar qo'shilib qaror chiqarildi. Xon Mo'g'uliston yo'li bilan Qashqar tarafga bedar ketdi. Farg'ona viloyati ham Mavara'u nahr bilan qo'shilib shaybonlarning tasarrufiga kirdi. Ko'chimxon hamma sultonlardan yoshga cho'ng bo'lganligi uchun xonlik martabasi qadimiy odat bo'yicha Ko'chimxonga qaror topdi. Vali ahdilik hisoblanadigan Qo'alg'alik martabasi Suyunchuk xonga qaror topdi. Ammo Suyunchuk xon Ko'chimxondan ilgari olamdan o'tdi. Uning o'rnida Jonibek sulton Qo'alg'a bo'ldi. U Suyunchuk sultonning orqasidan oxirat yo'liga kirdi. Bulardan keyin Ko'chimxon o'lim safariga ravon bo'ldi. Xonlik taxti Ko'chimxonning o'g'li Abu Said xonga taba bo'ldi. Necha muddatlardan keyin u ketganlarning orqasidan ketib, xonlik taxtini bo'sh qoldirdi. Shu vaqtida Ubaydullah xon xonlik taxtidan o'rin oldi. Gerçi tarixning Hijriya 911-yilidan boshlab toki yuqorida tilga ilingan xonlarning oxirisidagicha bo'lgan orliqda Ubaydullah xon hamma xonlarning ishlariga bosh bo'lib, ularning butkul ishlarini bir taraf qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin xonlik martabasini ko'ngli xolmaydi. Agar Ubaydullah xon bo'lishni xohlagan bo'lsa, insof shu ediki, hech kim uningga qarshi turmagan bo'ladi. Ubaydullah xon qadimiy qoidaga rioya qilib, sultonlar ichidan qaysi yoshga cho'ng bo'lsa, shuni xonlik taxtida o'ltirg'izib, o'zi itoatkorlik o'rnida turgan edi. Abu Said xondan keyin Ubaydullah xondan yoshga cho'ng kishi qolmadi. Shunga Ubaydullah xon o'sha vaqtida ondan xonlik taxtida o'rinlashdi. U shundoq hukmronlik qildiki, adolat va ihson shamollaridan olamning dimoqlari ippar hidlariga to'ldi. U tarixning Hijriya 946-yili. 946-yili milodiya 1539-yili 1540-yillarga to'g'ri keldi. Fani olamdan boqiy olamga ko'chdi. Uning hujjatlari nurliq bo'lg'ay va o'rni jannatda bo'lg'ay.
Pekirning kuchli gumonim shuki, bu 100 yilning ichida butkul jonda o'tgan hollar va podshohlar ichida ba'zilarini ko'rdim. Ba'zilarining sifatlarini naqlan eshitdim. Ammo Ubaydulloh xondek podshohni ko'rmagan va anglamagan bo'lsam kerak. Chunki Ubaydulloh xon shundoq podshoh ediki, komil musulmon, taqvodor, parhezkor edi. Din, millat va davlatning mulki, harbiy va puhralar ishlarining hammasini butunlay sharafli shariat qonuni bilan bir taraf qilardi. Muborak shariat hukumidan qilchilik tashqariga chiqishga ruxsat qilmaydi. Shijoat jangilida shirlarni o'g'lig'idek iqtidorga ega edi. Uning ikki qo'llari saxovat daryosining guhar chashquchi sadablaridek edi. Uning muborak sifatlarga ega vujudi turli fazilatlar bilan zinatlangan edi. Xatni 7 xil nusxada yaxshi yozadi. Bu 7 turli xatning ichida hammadan rost nusxa xati chiroyli edi. O'z qo'li bilan necha kalumullah Qur'onni ko'chirib, Tangri Taoloning sharafli joyi bo'lgan haram sharifiga ehtirom bilan avatdi. Nassi xatlik xatini nayt yaxshi yozadi. Turkiy, arabiy va farsi tillarda she'rni intayin go'zal aytadi. Shuningdek divonimi bor. Nag'ma ilmida duddarni yaxshi biladi. Hozirgacha nag'ma ahli orasida uning ijod qilgan ohanglarining ko'pinchisi bor. Demak, u butkul yaxshi sifatlarni o'zida jumlagan podshoh edi. U hayot bo'lgan muddat ichida poytaxt Buxoroga olimlar va fazilat egalari shu darajada yig'ildiki, xaloyiq bu davrdagi Buxoroni Sulton Husayn Mirza asridagi Herat bilan barobar deb qaraydi. Babur podshoh Sulton Saidxon va Ubaydulloh xondan ilgari olamdan o'tdi. Shunga Ubaydulloh xonning aslimalarini ulardan keyin bayon qilish lozim edi. Ammo podshohning ham xonning hikoyalari uzun. Uning ustiga o'zbek hikoyalarining u hikoyat bilan chechishlik yo'q edi. Agar Ubaydulloh xonning ahvolini ularning vaqalaridan keyin bayon qilsak, hikoya chechilango bo'lib qoladi. Shunga o'zbek shaybonlarining ahvollarini toki Ubaydulloh xongacha ixcham bayon qildik. Endi bundan keyin bu kitobda o'zbek hikoyati bayon qiling'usi. Tangri eng yaxshi bilguchidir. 39-bob. Sulton Saidxonning Farg'ona viloyatidan chiqib Qashqarga yurish qilish sababi haqidagi bayon. O'zbek shaybonlari Toshkentda bo'lib, ularning sardori Suyunchik xon edi. Tarixning hijriya 920-yili, hijriya 920-yili, milodiya 1514-yilga to'g'ri keldi. Ularning Andijonga qarab yurish qilganligi xabari xonga anglandi. Butkul amirlar va chora tadbir egalari yig'ilib maslahat ishkini ochdi. Ular hamma jihatda yiroqni o'ylash orqali ishning oqibatiga nazar selish fikr-xiyollarga cho'mgan edi. Bu vaqtda tag'am Saydu Muhammad Mirzaxonning Muborak Samiga mundaq ma'lumotni yetkazdi. Atrofdagi sultonlarning hammasi o'z nomusini saqlash, har qaysi o'zining g'amini qilish bilan avora. Bizning shaybonlarga taqabul turg'idek quvvatimiz yo'q. Chunki ular ko'p, qurol-yaroq, aslahallari mo haddi hisobsiz. Biz lashkarlarimiz bilan ularga qarshi saf tuzib urush qilsak, taqdir qismat vazirlarimiz va amirlarimizning orzusigidek bo'lib, ular ustidan g'alaba qilgan taqdirimizdimi faqat bir sog'lom kishining bir qo'lini sundirganchilikla ish qilgan bo'lamiz. Holbuki sog'lom kishining bir qo'li sunganligi bilan u kishi qardan chiqmaydi. Balki davomli ustunlik talishidi va doim dushmanlashidi. Xudo saqlasinki, ish agar uning aksicha bo'lib qolsa, uning ilojini qilish intayin qiyin bo'ldi. Biz mushkul ahvolga tushib qolamiz. U chaqda bu xil xatolikni hech qanday tirishchilik bilan to'ldirg'ili, bu jarohatni hech bir davo bilan saqayt qilib bo'lmaydi. Farg'ona viloyati aslida Chag'ataylarga tava yurt bo'lsa-mu, shaybonlar ulardan zo'rlik bilan tortib olgan. Biz Chag'ataylarga vakaladan bu yurtga egizarchilik qilib kelayotgan edik. Hala bugungi kunga kelganda butkul sultonlar, bo'libmi Chag'atay sultonlari jangu jidal qo'llarini ehtiyot yanglari ichiga tiqib oldi. Ixtilof oyoqlarini chekinish etaklar ichiga tortib oldi. Shunga ular uchun bu yurtni talishib, bunda xatarlik ishga qadam qo'yishimiz uzoqni ko'zlashdan va ehtiyotdan yiroqdir.
Agar ehtiyotchanlik yo'lini tutib, dushman lashkarining chang to'zonlari bu viloyat sahnasini qorong'u qilishdan ilgari jangu jidal ishkini mahkam yepib, safar tizginimizni asli makonimiz bo'lgan Mo'g'uliston tarafga qaratsak, g'alaba nusrat va baxt saodatga muvofiqroq ko'rinyotidi. Buningdagi yana bir sabab shuki, Mirza Abubakirning g'olibiyat uloqlarini yaralangan holatda deyishga bo'ladi. Chunki u yaqinda tutluq urushida zarba yeb yengildi. Agar uning viloyatiga borsak, u barliq g'ayrat himmatini ishga solgan, jon jigarlari bilan mardonlik ko'rsatgan taqdirdami faqat bir qitimliq umumiy urush qilib yetishishi mumkin. Ammo uning urushi o'zbeklar bilan bo'lgan urushga qaraganda yengil va osondir. Uning bilan urush qilishimizning xavf-xatari ozroq, foyda-manfaati ko'prakdir. Bu maslahatimning muvofiqligiga yana bir dalilim shuki, Mirza Abubakirning yashi 60 dan eshib ketibdi. Uning saltanat muddati 50 yilga yiqilishibdi. Pok va buyuk Tangri 40 yildan beri uning bu jabr zulmlarga muhlat berib, o'zining sabr taqat qilg'uchi sifatini namoyon qildi. Kuchli ehtimol shuki, uning zulm kunlari oqshomga yaqinlashdi bo'lg'ay. Buningga yana bir dalil shuki, u barliq dangdor amirlarni va qobil kishilarni qardan chiqaribdi. Sipoh va lashkarlarning ahvolidan xabar olmabdi. U qobil amirlarning o'rniga bir qancha razil va past tabiatli kishilarni ishga qo'yibdi. U razillarni o'zining fikr tadbirlarining yo'q bo'lishiga qaramay, yana Mirza Abubakirdan xotirjam emas. Butkul kuch quvvatimizni sarf qilib, Qashqarni fath qilish uchun hal qilg'uch urush qilsak, ehtimol taqoq eshiklarni ichishga qodir Tangri fatih nusrat eshiklarini iqbol va baxt davlat yuzlariga ichib, muddaimizni hosil qilib basajab emas. Yana uning ustiga Mirza Abubakirning barliq mulozim va xodimlari izbosarlik va martaba jihatda Mirza Abubakir bilan mening sherik ekanligimni biladi. Men hozir janobingizning davlat panoh huzuringizda xizmatingizda sizga rahmat. Shunga Mirza Abubakirning mulozimlari uningdan ayrilib mang yuzlanishi mumkin. Qashqarni elishda bu cho'ng sabab bo'lg'usidir. Gerçi Mirza Abubakir mening qarindishim bo'lsa-mu, ammo buni she'rda aytilgandek. Nazm. Min qayoshi kim Xudoning yodidan bo'lsa juda, oshnaning bir sari mo'yiga ul bo'lsin fida. Pekir hamma ishda sizga abidil abad sodiq bo'laman. Har qanday bosh sizning huzuringizda o'zini tuproq bilan tang tutmaydi ekan, mayli u mening bir tuqqanim bo'lgan taqdirdimi, muradim shuki, uning beshini bu saodatlik dargohning tuproqi bilan tang qilgayman. Sadaqat jihatda tuqqanchilik haqqiga nazar solmayman. Undaq tuqqanimning xor va zabulliqini davlatning mustahkamligi va saltanatning doimligi uchun zarur deb bilaman. Agar bu fikrlarim muborak ro'yimizga muvofiq kelsa, mushu maslahat bo'yicha ish ko'rsak davlat va saodatga loyiq ko'rinadi. Tag'am bu so'zlarni xonning samay solgandan keyin xon uni boshdan oxirigacha yoqtirdi. Noiti xushal bo'lib, taksin aprelda aytib bundoq dedi. Necha muddatdan beri ko'nglim shuningdan parakand ediki, hamma maslahatlarda imkonsizlik puroqlari va noloyiqlik alomatlari bor edi. Agar u bo'yicha ish ko'rganda oqibat vayronlik barmoqlarni hasrat tishlarimiz bilan tishlashimizga to'g'ri keladi. Ehtimol mushu kengash barliq maslahatlardan muvofiqroq va hamma tadbirlardan loyiqroq bo'lsa kerak. Seydi Muhammad Mirzo hozir bayon qilgan fikr necha vaqtdan beri mening ko'nglimda o'rin olgan edi. Mening ra'yimmi Seydi Muhammad Mirzoning ra'yiga muvofiqdir. Amirlardan har kimning bu haqda yana boshqa maslahati bo'lsa, tortinmay bayon qilg'ay. Amirlarning hammasi ifoda jihatda va ma'no jihatda bu fikrning foydali va yaxshi ekanligini quvvatlab birdek opirini aytishdi. Shunday qilib, hammalarning ra'yi mushu maslahatga qaror topdi. Xon tarixining Hijriya 920-yili Rabiul Avval iyida. Hijriya 920-yili Rabiul Avval iyi milodiya 1514-yili 4-5 oylarga to'g'ri keldi. Söyünçe xan texi Farg'ona viloyati chegarasiga yetib kelmasda Andijondan chiqib Mo'g'uliston yo'li bilan Qashqarga qarab yurish qildi. Mirza Abubakirning yana ajoyib bir ishi shuki, men uni o'z ko'zim bilan ko'rgan edim va shu chaqda ko'rganlarning hammasi biladi.
Lekin shuningga jazm qilamanki, yillarning o'tishi bilan bu zamona xalqidan kishi qolmasa, mazkur ajoyib voqea anglag'uvchilarga go'yoki bir hikoya yoki tamsildek sezilishi mumkin. Shunga ular Pekinni intayin mubolag'achi qatoriga qo'yib etishi muqarrar. Tangri undaq bo'lishdan saqlag'ay. Lekin Pekinning bu voqeaning rostligiga hech shak shubham yo'q bo'lg'achqa, u ajoyib hikoyatni bayon qildim. Bu kitobni ko'rguvchilarga iltimosim shuki, bu nusxaga rizolik ko'zi bilan qarag'ay, rostlik va pokizlik bilan asda tutg'ay. Bu ajoyib voqea tuvandikicha. Mirzo Abobakirning Qashqarning eski Hisar deb atilgan qadimiy qal'asini vayron qilib, xalqni Yarkentga ko'chirib elib ketganiga necha muddatlar bo'lgan edi. Qashqar qal'asining ba'zi joylarini terilg'u yerga aylantirib etgan edi. Xonning Qashqarga keldiganlik xabari anglanib, bu xabarning haqiqiy ekanligini jazmlashgandan keyin Mirzo Abobakir Qashqarning qadimiy qal'asidan yuqoriroqda, tuman suyining levida yor to'pisida bir qal'a yasatdi. Paqir u qal'ani necha navbat ko'rib, havas bilan aylanib chiqqan edim. Cho'ng kichikligini 50 jarib. Bu san Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida 150 jarib deyilgan. Mo'ljalladim. Qal'aning egizligi mata gezida 21. Bu san boshqa nusxalarda 20 gaz deyilgan. Gaz burujlarning atroflari noyida egiz. Har tarafda 30 ga yaqin burji, xona va jabixonlari bor edi. Sepilning ko'pincha yerlarda 4 otliq kishi yonma-yon tang mong'il bo'ladi. Mirzo Abobakir bu qadar oliy va mustahkam qal'ani 7 kunda yostib yetkib putkizdi. Bu ajoyib ishlar jumlasidan bo'lib, hech qanday podshoh buncha cho'ng va mustahkam qal'ani 7 kunda putkizolmas. Mirzo Abobakirning qoida tartiblarining naqadar chingligi yuqoridami bayon qilib o'tilgan edi. Bu hikoyatmi shuningga odil guvohdir. So'z bu yerga yetdi. Endi Qashqar mamlakatining ahvolini bayon qilib o'tmasak, bu kitobni sinchilab o'quvchilar ba'zi bayonlarda shubhalanib qoladi va ba'zi voqealarning mohiyati ro'shan bo'lmay qoladi. 40-bob. Qashqar ahvolining bayoni. Bilish kerakki, Qashqar mashhur qadimiy shahardir. Qadimgi zamonlarda Qashqarning sultonlari Afrasiyab turkining naslidan edi. Afrasiyab turkni Moğol xalqi Buqa xon deb ataydi. Afrasiyabning nasabi shuki, Afrasiyab bo'lsa Peshanning o'g'li. Peshan bo'lsa Dadnishinning o'g'li. Dadnishin bo'lsa Turning o'g'li. Tur bo'lsa Afraddunning o'g'lidir. Bu rivoyat tarixiy guzida Hoji Rashidin Fazlullohning Majmuut Tavarix nomli asaridan naql keltirilibdi. Yani ba'zi tarixlarda buningdan ko'proq bayon qilinibdi. Tangri biladi. Qashqar sultonlarining avlodidan bo'lgan Sultan Satuq Bug'raxon kichik vaqtida islom sharbiga erishib, butkul Qashqar viloyatini musulmon qildi. Sultan Satuq Bug'raxondan keyin qanchaligan kishi Qashqarda podshoh bo'ldi, hatto Mavarau nahrdimi Sultan Satuq Bug'raxon avlodlaridan podshoh bo'lib o'tdi. Chingizxon bu yerni istilo qilishdan ilgari Tayman Xon. Bu ism Farscha nusxada Tayman Xon deyilgan. Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida Nayman Xon deyilgan. Chingizxondan qochib kelgan edi. Tayman Xonning o'g'li Kuchlik. Bu ism Farscha nusxada va Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida Kuchlik deyilgan. Qashqarni qari Xitoylardan bo'lgan Gurxonning sarkardasining qo'lidan tortib oldi. Qari Xitoy xoni Gurxon Qashqarni Afrasiyabning avlodining sarkardalaridan tortib olgan edi. Shu chaqda Afrasiyab avlodidan Sultan Osman Bug'raxon Samarqandda Mavarau nahrining ko'p qism joylariga podshoh edi. Sultan Osman Bug'raxon bilan Xorazm shoh o'tirsida bo'lib o'tgan voqealar barliq tarix kitoblarida ayon va bayon qilingandir. Kuchlikning fitnasi va Mo'g'ullarning Qashqarni istilo qilganlik haqidagi voqealar tarixiy jahon go'shay degandan o'z matni bilan naql keltirildi. 41-bob. Tarixiy jahon go'shaydan ilingan naql. Chingizxon Sharq diyorlarini istilo qilgandan keyin Kuchlikning otasi Tayman Xon qochib Beshbaliq. Beshbaliq hozirgi Jimisar noyisining shimolidagi Ko'na shahar Muharrirdan.
yo'li orqali Gurxonning chegarasiga kirdi. U tog'larda sargardon bo'lib yurardi. Uning egidorchiligida birga kelgan qavmlari chechilib ketdi. Ba'zilar Gurxonning lashkarlari uni tutib Gurxonning oldiga elib bordi, deydi. Yana bir rivoyatda u o'zi bordi deyildi. Demak, u necha muddatgacha Gurxonning xizmatida edi. Sultan Muhammad Xorazmshoh to'satdan Gurxon bilan qarshilashib, itoatdan bosh tortdi. Mashriq tarafdami uning amirlaridan bir qanchasi sarkashlik qildi. Ular Jahon shohi Chingizxonning himoyasi ostiga kirib olib, Gurxonning xavf-xatardan omonlik topgan edi. Kuchli Gurxonga mening qavmim noiti to'la. Ular hozir Emil deb ataldi. Xarobasi hozirgi Dörbilchi Noya bozorining sharqidagi Emil daryosining janubiy qirg'iqining 5 kilometr nerisiga to'g'ri keldi. Muharrirdan. Quyuq. Bu nom Farscha nusxada Qibaq deyilgan. Toshkent Ruscha nashrida Qiyoliq deyilgan. Ve besh baliq chegirlarda parakanda holatda chechilib yuribdi. Ularga har kim xohlagancha daxli tarz yetkazib turibdi. Agar ijozat berilsa, u qavmlarimni yig'sam, ularning yordami bilan muxoliflaringizni itoatingizga kirgizsam, siz qanday farmon qilsangiz asla bo'yin tovliq qilmasam dedi. Bu fikr orqali Gurxonni g'urur zindoniga tashladi. Ondan Gurxonning oldiga nurg'un to'kpa hadiyalarni ilib kelib, "Menga kuchli xon" degan laqabni in'om qilgan bo'lsangiz deb iltimos qildi. Gurxonmi uning iltimosini qabul qilib, uni kuchli xon deb atadi. Kuchlik shuningdan keyin Gurxonning tavallikidan yodin chiqqan o'qdak chiqib ketdi va Emil quyuq chegirlarga yetib keldi. Kuchlikning bo'linib chiqqanligi taraf-tarafga anglanib, zilzil paydo qildi. Heyli mikirchilarning katta ishi bo'lgan To'xtay. Bu ism Farscha nusxasida Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida va Toshkent nashrida yuqorqidek e'langan. Mulla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida To'xtamay deb yozilib qolgan. Mu uningdan sal burunroq Jahon podshohi Chingizxonning hayvat hashamatidan qo'rqib qochgan edi. U mu kuchlikka qo'shildi. Kuchlikning har taraflarga chechilib ketgan qavmlari yig'ildi. U taraf-tarafga chepib bulang-talang qilib yuradi. Sultan Muhammad Xorazmshohning g'alaba qozonganligi xabar anglangandan keyin kuchlik Muhammad Xorazmshoh tarafga orqa-orqadan elchi avatib, Sultan Muhammad Xorazmshoh g'arb tarafdan Gurxon ustiga yurish qilg'ay, sharq tarafdan kuchlik yurish qilg'ay, shunday qilib Gurxonni oradan yo'qotg'ay. Agar bu ishda Sultan Muhammad Xorazmshoh chaqqonlik qilib kuchlikdan ilgari Gurxonni yo'qotsa, Gurxon mamlakatidan Olmaliqdan tortib Qashqar, Xotanga qadar bo'lgan joylar Sultan Muhammad Xorazmshohga tava bo'lg'ay. Agar kuchlik Sultan Muhammad Xorazmshoh yetib kelishdan ilgari Gurxonni oradan yo'qotsa, Qora Xitoydan Banakat yana Binakent deb ataldi. Sirdaryosi bo'yidagi Shohiruxiyani ko'rsatdi muharrirdan. Kechi bo'lgan joylar kuchlikka tava bo'lg'ay degan so'zni org'a soldi. Maslahat shu so'zga qaror topdi. Mushu ittifoq bo'yicha ikkili tarafdan Qora Xitoyga lashkar yurish boshladi. Kuchlik Sulton Muhammad Xorazmshohdan ilgari yetib kelib, Gurxonga zarba berdi. Chunki Gurxonning lashkarlari yiroqda, xazinalari o'z kentida edi. Gurxon yengilgandan keyin kuchlik uning xazinalarini bulab toladi. Uningdan keyin Balasaxun. Bu nom Muhammad Sadiq Balasaxun G'uz Urdu deb ataldi. Xarobasi hozirgi Qirg'izistondagi To'qmoq atrofida. Muharrirdan g'a yetib keldi. Gurxon shu yerda edi. Gurxon Jinuj degan yerda kuchlik bilan hal qilg'ish urush qildi. Urushda kuchlik mag'lub bo'lib, yenib keldi. Keyin u yana lashkar to'plab tayyorlik qilishga kirishdi. Chunki Gurxon Muhammad Xorazmshohning urushidan yenib qaytib kelib etibdi. Puhralarga ham viloyatlarga qaratilgan qoida qonunlarni odatdan tashqarida chingitibdi degan xabar anglangan edi. Kuchlik lashkar boshlab berib Gurxonning mamlakati va lashkarlarini bo'ysundirib, ulardan Gurxonning bir qizini xotinlik oldi. Tayman. Bu nom Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Nayman deyilgan.
Qabilasidagilarning ko'pinchisi Nasara dinida edi. Kuchlik u qizni olgandan keyin Nasara dinidan yenib butparast bo'ldi. U Qora Xitoy mamlakatida o'rinlashib, necha navbat jambaliq xarobini hozir Sanji shahri tavasida muharrirdan berib urush qildi. Oxir Gurxonni shikar vaqtida tutib o'ldirdi. Qashqar va Xotan Gurxonga tava edi. Bu joylar kuchlik bo'ysunmadi. Kuchlik Qashqarga bir amr avatdi. Qashqar amirlari bir hiyla ishlatib, u amirni shaharga kirayotganda darvoza ostida o'ldirdi. Shuningdek kuchlik har yili Qashqarga ziroatlar ko'klagan mezgilda lashkar avatishga boshladi. Lashkarlar ziroatlarni chorvalarga yegizib, o't qo'yib kuydirib etib qaytib ketadi. 2-3 navbat shunda qilgan edi, Qashqar xalqi ocharchilikqa duchor bo'lib, qiynalganlikdan ilojisiz kuchlikka bo'ysundi. Shuningdek keyin kuchlik lashkar boshlab bordi. Lashkarlar Qashqar xalqining uy-uylariga kirib o'rinlashdi. Ular butkul xalqning ahli ayoli, bola chaqalari bilan bir uyda yetib qopdi. Jabr zulm, pesqu pasatni oshkora yurgizishga boshladi. Bu butparast mushriklar ko'ngli nimani xolsa qo'lidan kelish qildi. Hech kimda uni to'sqidek majol yo'q edi. Uningdan keyin ular Xotanga bordi. Xotanni oldi. U diğer xalqini Hazreti Muhammad Mustafa Tangri uningga duo va salom avatgan. Ning dinidan yenishga dalolat qildi. Xalqni yo Nasari diniga kirish, yo butparast bo'lib, Qora Xitoylarning kiyimini kiyish, bu ikki ishdan birini ixtiyor qilish. Bo'lmasa o'ldirilishga rozilik berishga zo'rladi. Xalq ilojisiz buyuk Tangrining kimiki o'z ixtiyoricha emas, ilojisizlikdan yuqorqi haram qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudak esa uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh noiti mag'firat qilguvchidir, noiti mehribondir. Qur'on Karim 2-sura Baqara 173-oyatning bir qismi. Degan so'zning hukmiga binoan Qora Xitoylarning kiyimini kiyishdi. Shuningdan keyin azon ovozi uzildi. Masjid va madrasalarning eshiklari taqaldi. Ular bir kuni Xotandagi katta olimlar, ulug' imomlarni sahroga elib chiqib, bas munozir qilishga boshladi. Bu imomlar orasidan Imom Alloiddin Muhammad Xotani, Tangri uningga rahmat qilay. U imonsiz qavmning savollariga javob berib, ularni yengdi. Ular oxir Hazreti Imom Alloiddin Muhammadni madrasaning darvozasiga osdi va bu vaqa pat yaqinda bayon qilingusi. Shuningdan keyin musulmonchilik ro'naq tepishdan to'xtadi. Tangri taoloning bandalariga bitmas tugmas zulm va pesqu fasodlar yuzlandi. Butkul musulmonlar duo qo'llarini osmonga ko'tarib, bu imonsiz la'natlarga shum qavmini yo'qotishni iltijo qilib yelindi. Ulug'liq egisi bo'lgan Tangri dargohiga yuzlangan edi. Xalqning duo o'qilari ijobat va maqbullik inshoniga tekkan bo'lsa kerak. Shuningdan keyin kuchlik Chingizxon mamlakati ustiga yurish qildi. Shunga Chingizxonmo uni yo'qotish uchun barliq noyonlarni avatdi. Kuchlik u vaqtda Qashqarda edi. Qashqar ahli shundoq rivoyat qilishidi. Noyonlar Qashqarga yetib kelib texi sapmi tuzmasdan kuchlik chekinishga yuzlandi va qochdi. Moğollar uning orqasidan to'p-to'p bo'lib to'xtovsiz yetib keldi. Ular bizdan kuchlikning xabaridan boshqa gap so'ramaydi. Ular bizga takbir, azon o'qishga, namoz o'tashga ijozat berdi. Shaharda har kim o'z qoidasi va odatini tashlamasin, o'zining diniy yo'ldan chiqmasin deb jakarladi. Shunga u jamoatning yetib kelishini Tangrining rahmati, Allohning in'omi va inoyati deb bildik. Kuchlik yengilib qochgandan keyin uning lashkarlardan shaharda va xalqning uylarida qolganlari bir pasla xoruzar qilgan holda yo'qotildi. Qochqanlarini Mo'g'ul lashkarlari qo'g'lab yuratdi. Ular qayerga tushsa, Mo'g'ul lashkarlari shu yerga yetib berib, qo'g'lab Badaxshan chegarasigacha yetib keldi. Ular Vaxan yo'liga kirmoqchi bo'lib, Sariq Cho'pan Majmuut Tavarix da Sariqul deyilgan. Badaxshanning chegarasidagi joy muharrirdan yetib kelgan edi. Yo'ldan ezib qilib bir jilg'a kirdi. Bu jilg'ining chiqadigan yo'l yo'q edi. Bu chaqda bir to'p ovchilar Badaxshandan ashu tog'larga shikar qilishga kelgan edi.
Ular bu yerga ezib kirib qolgan kishilarni ko'rib, ularga hujum qildi. Yana bir tarafdan Mo'g'ullar yetib keldi. Mo'g'ullar qarab yiqib, jilg'iga kirib kuchlik bilan urush qilishning biyudin mushaqqat ekanligini his qilishdi. Shunga Mo'g'ullar ovchilarga kuchlik bizning qechib bir muncha odamlar bilan bu yerga keldi. Sizlar agar bizga kuchlikni tutib bersanglar, ularning boshqa mol dunyosining bizga lozim yo'q, dedi. Ovchilar Mo'g'ullar bilan shundoq putishdi. Bu bir to'p ovchilar kuchlikni odamlari bilan qo'rshab tutib Mo'g'ullarga topshirib berdi. Mo'g'ullar kuchlikning beshini kesib ilib ketdi. Berdashliq ovchilar son sanoqsiz naq pul va javohirotlarni g'animat ilib qaytdi. Məxfi qalmasınki Muhammed Mustafa Tangri unağa dua və salam əvətkəy. Ning dinni və şəriyyətiga dəxli tərüz qılğan hər qandaq bədbəxt, pətih nusrat və bəxit saadet tapalmaydı. Bu qədimi dinni və toğru şəriyyətni ravajlandırğan hər qandaq bir bəxit saadet egisi meyli o təqlid qılğucu, doğramçı bolğan təqdirdimi, onun dərəcəsi gündən günə ösüb ali mərtəbəyə, yüksək mənzilgə yetişidu. Nəzim. Çərağni ki haq yandırdı qoydu, kişi kim püh dedi, saqalı köydü.